Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida amalga oshirilayotgan yirik quyosh energiyasi loyihasi haqida ma'lumot beramiz. Bu loyiha nafaqat ekologik toza energiya ishlab chiqarishni ta'minlaydi, balki energiya barqarorligini ta'minlashga hissa qo'shadi. Fotovoltaik loyiha maydoni Toshkent viloyati Bo'ka tumanida joylashgan bo'lib, poytaxt Toshkent shahridan taxminan 75 km va Bo'ka markazidan 22 km uzoqlikda joylashgan. Hududning shimoliy va sharqiy qismida avtomobil yo'llari mavjud bo'lib, bu transport logistika qulayliklarini ta'minlaydi. Loyihaning muhim bosqichlaridan biri bu yangi 220 kV kuchlanishiga ega kuchaytirgich stansiyasining qurilishi hisoblanadi. Ushbu stansiyadan 2 dona 220 kV qo'sh zanjirli havo uzatish liniyalari quriladi. Ular 35,9 km masofada joylashgan yangi 220 kV Donqo'rg'on podstansiyasiga ulanadi. Bo'ka quyosh elektr stansiyasi ushbu loyiha qurilish quvvati 260 MW ni tashkil etadi. Ya'ni o'zgarmas tomondan 320 MW ni tashkil etadi. Bu loyihada o'zbek ishchilaridan 2000 dan ziyod o'zbek ishchilari qurilishda ishtirok etishdi va mana ko'rib turibsiz, qurilish tugallanish arafasida. Quyosh fotoelektr paneli quyosh nurini elektr energiyaga aylantirib beradi va transformatorlar orqali uzatish liniyalariga uzatadi va O'zbekiston elektr energetikasiga juda katta foydasi bor. Bizning quyosh elektr stansiyamiz bitta viloyatni elektr energiyasi bilan ta'minlashga yetadi quvvati. Bizning proyektimizda doimiy 40 nafar ishchi ish bilan ta'minlanadi. Mavsumiy 200 dan ortiq ishchilar ish bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari Donqo'rg'on nim stansiyasini mavjud 220 kV Adolat nim stansiyasining kengaytirish nuqtasi bilan bog'laydigan yana 2 dona 220 kV qo'sh zanjirli havo liniyasi ham qurilishi rejalashtirilgan. Bu liniyaning uzunligi taxminan 27,7 km ni tashkil etadi. Ushbu loyiha O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va energetik mustaqillikni ta'minlash yo'lida muhim qadam hisoblanadi. Loyihaning amalga oshirilishi natijasida yangi elektr energiyasi quvvatlari barpo etilib, ularni milliy elektr tarmog'iga samarali ulash imkoniyati yaratiladi. Loyiha doirasida zamonaviy energiya ishlab chiqarish inshootlari bilan birga yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlari, transformator stansiyalari va mavjud infratuzilmani takomillashtirish ishlari ham olib boriladi. Bu esa nafaqat ishlab chiqarilgan elektr energiyasining ishonchli va barqaror tarzda yetkazib berilishini ta'minlaydi, balki elektr ta'minoti sifatini oshirish orqali sanoat va aholi ehtiyojlariga kengroq xizmat qilishga imkon beradi. Ushbu loyiha orqali mintaqada ishlab chiqarilgan quyosh energiyasi yirik elektr tarmoqlariga uzatiladi. Natijada energiya ta'minotining barqarorligi oshadi. Elektr uzilishlari kamayadi va ekologik toza manbadan foydalanish kengayadi. Yuqoridagi infratuzilmaviy ishlar O'zbekistonning yashil energetika sohasidagi strategik rejalarining amaliy ifodasi bo'lib, kelajakda butun mamlakat energetik mustaqilligiga ulkan hissa qo'shadi.